Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlarga tok barglarini muzlatishni ko'rsatib beraman. Yaxshilab ularni bittalab ochib yuvib olamiz va sushkaga ilib qo'yamiz. Ustma-ust qilib qo'yamiz. Просто nomiga suvlari silqib olish uchun sushkaga qo'yamiz va toza salafanni olib, uni ichini ochib, tok barglarini ustma-ust qo'yganlarimizni chiroyli qilib sovulamiz. Buklanib ketish kerak emas. Chunki buklanib, qiyshayib qolsa, ertaga olganimizda sinib ketishi mumkin. Iloji boricha tekis qandoq bo'lsa, shu qo'limda turgan holatida salafanning ichiga solib olishimiz kerak. Buni bemalol mana ko'rgan bo'lsangiz, suvlari hali turibdi, juda ham yaxshi qurimagan. Hech narsa qilmaydi bunaqa nam holatda bo'lsa ham. Mana ko'ryapsizlar, chiroyli qilib solib, yana qo'limni salafanning ichiga tiqib, tekislab olmayman. Chetlaridagilar sari buklanib qolganlarni yana to'g'rilab qo'yibman. Mana ko'rdinglar, iloji boricha tekis ortiqchalarni olib tashlaganman. Mana ortiqchasi olib tashaldi. Ustidan mana ozgina sakratib yuborsak, hammasi pastiga chuqurchaga tushib qoladi. Mana ortiqcha barglarimizni, tiqilib qolgan barglarni olib tashlaymiz. Mana bir tekis bo'ldi. Shunaqa holatda yaxshilab chetlarini to'g'rilab, bo'ldi. Shuni salafanimizga buklab qo'yamiz. Bo'ldi. Mana shu holatida muzlatib qo'ysak bo'ladi. Xolodilnigimizga. Lekin buni misol uchun muzlatganimizdan keyin buni ustidan nimadirlar qo'yib tashlashimiz kerak emas. Chunki shunda qandoq turgan bo'lsa, shunday holatda muzlab turish kerak. Misol bu yaxlab turganda unga presslab nimadirlar ustiga qo'ysak, sinib ketishi mumkin. Olganimizda sinib qolishi mumkin. Shuning uchun muzxonani chetlariga, eshikni ilib qo'yadigan joylariga qo'yib qo'ysak yaxshiroq bo'ladi. Hech narsa ustiga turish kerak emas. Bu mana men bu olgan tokim, buni 4-5 kun oldin muzlatib qo'yganim, atilab sizlar uchun ko'rsatib beryapman. Mana muzidan olgan holatim. Bemalol issiq suvga solsak, bu erib, rangi och rangga kiradi. Bu hozir to'qroq bo'lib turibdi. Bemalol qishi bilan ishlatib chiqsanglar bo'ladi. Bu sinalgan. 2 yildan beri shu usulda ishlatyapman tok barglarini. Bakalashkaga qilganimda menda ozgina mog'illab qoldi. Qilgan shuncha toklarim uvol bo'ldi deb achingan edim. Bu usulni o'rganganimdan keyin qishi bilan ishlatib chiqdim. Bu ishonchli usul ekan. Mana ko'ryapsizlar, yaq holatida bemalol orasidan ajratolma. Keragini olib, bemalol issiq suvga solib ishlatsanglar bo'ladi. Misol uchun, mabodo ko'proq eritib yuborishinglar mumkin. Misol uchun, qiymanglar kamroq bo'lib qoldi. Misol oxiriga borib ko'proq eritib yubordingiz. Bunda ham bemalol toklarni yana olib muzlatib qo'ysanglar bo'ladi. Issiq suvga solinganini bo'lsa ham. Atilab sizlarga shunaqa tayyorlab ko'rsatyapman. Mana ko'rdinglar, orasidan bemalol oson ajralyapti. Qiyin emas ajratib olishimiz ham. Yaxdek bo'lib turibdi. Mana hozir mana bu och svetdagi bu issiq suvga solingani. Tok osh qilganimda ortib qolgan bargini, endi buni uchun muzlatib qo'ygan issiq suvda eritib olganim uchun ortib qolgan bargini yana tekislab shu barglarni ustiga qo'yib, yana muzlatib qo'ydim. Bemalol qayta eritib ishlatsanglar bo'ladi, yana muzlatib ishlataversanglar bo'ladi. Hech narsa qilmaydi. O'zidek bo'lib turaveradi. Faqat o'sha ovotganda ehtiyotlab olib, qaynoq suv solsanglar sinib ketmaydi. Mana bemalol ko'rishinglar mumkin. Yangi bargi mana ortiqcha yana salafanimda bo'sh joyi bor ekan. Toza yana yangi barglardan solib, salafan ichiga solib, bemalol yana muzlatib qo'yishingiz mumkin. Qo'shimcha yana sovaman ko'rishinglar uchun, salafanda bo'sh joy bo'lgani uchun. Bemalol, chunki muzxonamizda ko'proq muzlatib qo'yganim uchun menga joy ekonom bo'lsin deb bitta salafanga iloji boricha ko'proq solaman. Muzlatib qo'yaman. Buni qo'yganimdan keyin ustiga hech narsa qo'ymayman. Menda endi xolodilnigim eshigiga ilib qo'yadigan joyiga qo'yaman. Bemalol sig'adi. Mana hamma barglarimizni tayyorlab oldik. Ularni endi xolodilniga muzxonasida muzlatsak bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa, kanalga like bosib, obuna bo'linglar. Hali yana foydali videolar ketma-ketlikda qo'yib boraman.